Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Xitoyning Amerika hukumati tomonidan Uyg'urlarni bostirishga ishtirok qilish bilan ayblanib jazolangan Dahua texnologiya shirkati vatanimiz Sharq Turkistondagi texnik hodigarlik turlariga xotim berganligini e'lon qilgan. Reuters agentligining bildirishicha, Dahua shirkati 23 dekabr aksiya bozor uqtirishida bu shirkat va uning tarmoq korxonalarining vatanimizdagi yerlik hukumatlar bilan imzolagan 5 texnik hamkorlik turini bekor qilish yoki uningdan chekinib chiqishga kelishganligini e'lon qilgan. Dahua shirkati yaqinqi bir hafta ichida Xitoyning donglik texnika korxonasi Haikang, ya'ni Hikvision shirkatidan keyin vatanimizdagi hamkorlik turlariga xotim berganligini e'lon qilgan ikkinchi shirkatidir. Hikvision shirkati bilan Dahua texnologiya shirkatining har ikkalisi 2019-yili Amerika hukumati tomonidan Xitoyning vatanimizdagi yuqori texnikalik bostirish harakatlariga yordam berish sababidan qora tizimlikka kirgizilgan edi. Reuters agentligining qayd qilishicha, Dahua shirkati aksiya bozorida e'lon qilgan uqtirishida bu shirkatning 2016 va 2017 yillar olgan ba'zi turlarning buningdan burun oxirlashtirilganligi, lekin bir qism turlarning hozirgacha davomlashib kelganligini bildirgan. Navbatda Dahua shirkatining vatanimizdagi yerlik hukumatlar bilan bo'lgan hamkorlik turlarini oxirlashtirishiga qandaq omillarning sabab bo'lganligi ma'lum emas. Bu shirkat o'zining nima uchun bu rayondan chekinib chiqmoqchi bo'lganligiga hech qanday tushuncha bermagan. Hikvision shirkati buningdan bir hafta avval vatanimizdan chekinib chiqadiganligini e'lon qilgandimi, buning sababiga tushuncha bermagan edi. Amerika hukumati 2019-yili Dahua shirkati bilan Xitoyning qolgan 7 texnik shirkatini o'zining savdo qora tizimligiga kirgizib, bu shirkatlarning Uyg'ur va boshqa musulmon asonliq millatlarga qarta bostirish ham yuqori texnikalik nazorat ilib berilishiga yordamlashganligini ilgari surgan. Ammo ayni vaqtda Dahua shirkati Amerika hukumatining qarorini pakt asosi yo'q deb rad qilgan. Yangi saylangan prezident Donald Trump 22 dekabr Amerikaning Panama kanaliga bo'lgan kontrolligini qayta asliga keltirish mumkinligini aytgan. U bu kanalning xato qo'llarga o'tib ketishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan. Taratqularda Trumpning bu so'zining Latin Amerikada, bo'libmi Panamada ta'sirini jiddiy kengaytayotgan Xitoyni ko'z tutganligi qayd qilinmoqda. Donald Trump 22 dekabr Arizona shtatida qo'llag'uvchilari qilgan so'zida Panamani O'rta Amerikadagi dunyoning eng muhim suv kanallaridan biri bo'lgan Panama kanalidan intayin yuqori miqdorda o'tish haqqi elish bilan aybligan. Trumpning so'zi darhol Panama doiralarining noroziligini qo'zg'agan. Panama prezidenti Jose Raul Molino davlatimizning egilik huquqi va mustaqillik haqida suhbatlashishga bo'lmaydi degan bo'lsa-mu, ammo Trumpning Panama kanalini qayta o'tkazilish fikri Xitoyning bu kanalga bo'lgan ta'sirini cheklashga qaratilganligi qayd qilinmoqda. Donald Trump Arizonada qilgan so'zida bu kanalning xato qo'llarga tushib ketishiga yo'l qo'ymaydiganligini alayda ta'kidlagan. Washington Post gazetining xabar qilishicha, Trumpning Latin Amerika ishlariga tayinlangan alayda vakili Inter-Amerika Taraqqiyot bankisining sobiq prezidenti Mauricio Claver Coroni Trumpning so'zi Beijingning g'arbiy yarim sharda bosh ko'tarishi va strategiyalik oyoq izlarini cheklash qartilganligini aytgan. Lekin Panama prezidenti Jose Raul Molino Panama kanalining boshqarilishida Xitoyning hech qanday ta'siri yo'qligini ilgari surgan. Reuters agentligining bildirishicha, Xitoy bu kanalni kontrol qilmasimi va boshqarmasimi, ammo Xitoyning Hong Kongni baz qilgan Casey Hutchison shirkati uzun yillardan beri Panama kanalining Atlantik okean va Tinch okeandan kirish eg'izdagi ikki portni boshqarib kelmoqda ekan. Amerika tarafidan yasalib 1914-yili rasmiy qatnashga ichilgan Panama kanali uzun yillar Amerika tarafidan boshqarilib, 1977-yili Amerika Panama orasida imzolangan kelishim bo'yicha 1999-yili Panamaga o'tkazib berilgan edi. Lekin prezident Trump bu kanalning Panamaga va Panama xalqiga o'tkazib berilgan bo'lsa-mu, ammo uning shartlari borligini bildirib, agar bu mardlash taqdim qilishning axloqiy, qonuniy shartlariga amal qilinmasa, biz Panama kanalining bizga to'liq, tez va savol so'roqsiz qaytarib berilishini talab qilamiz degan. Yaqında vazifasidan ayrilish oldidagi Bayden hukumati 23 dekabr Xitoyning avtomobillaridan tortib oila aslahalari va mudofaa sistemasida ishlatilgan an'anaviy yerim o'tkazgich mahsulotlarga qarta tekshirish boshlagan. Oqsaroyning bildirishicha, Xitoy doim erkin bozor qoidasiga uyg'un bo'lmagan siyosat va amaliyot bilan shug'ullanmoqda. Shuningdek, sanoat nishonlarini planlamoqda ekan.
Aqsarayning bu haqdagi bayonotida Xitoyning bu harakati Xitoy shirkatlarining raqobatga ig'ir darajada buzg'unchilik qilmoqda ham negizlik yerim o'tkazgich ta'minlash zanjirida xatarlik beqinish holatini shakllantirmoqda deyilgan. Bayden hukumatining yangi tekshirish qarori Amerikaning Xitoy yerim o'tkazgich sanoatiga bo'lgan besimini kuchaytganligining ifodasi deb qaralmoqda ekan. Amerika hukumatining hozir qadar olgan bu jihatdagi nurg'un tadbirlari ilg'or tipliq yerim o'tkazgich texnikasini bo'libmi sun'iy aql sohasiga ishlatadigan yerim o'tkazgich texnikasini kontrol qilishni nishon qilgan ekan. Holbuki bu qatim Amerikaning tekshirish obyekti avtomobil va oila saymonlariga ishlatadigan yerim o'tkazgich materiallarga qartilgan. Bayden hukumatining bu qarori onun yaqında 140 tek Xitoy texnologiya shirkatiga eksport kontrol cheklamasi qo'yishining orqasidan e'lon qilingan. Aqsarayning bildirishicha, Amerika hukumati bu qatim Xitoyning yerim o'tkazgichga ishlatadigan kremniy karbon yoki boshqa materiallarni ishlab chiqarish harakati, siyosati va amaliyotini tekshirdi ekan. Bayden hukumatining bu qatimliq tekshirish qarori Prezident Baydenning vazifasini yangi saylangan Prezident Donald Trumpga o'tkazib berishdan bir qancha hafta avval e'lon qilingan. Reuters agentligining 23 dekabr bildirishicha, Bayden hukumatining amaldorlari an'anaviy yerim o'tkazgichga qartilgan tekshirishni tamomlash vazifasining Trump hukumatiga o'tkazib berilganligini aytgan. Uyg'ur majburiy amkiga chetishliq eng asosli mahsulotlardan biri bo'lgan Uyg'ur paxtasi ishlab chiqarish ko'lamining vatanimizda yildan yilga kengayish natijasida bu rayon hozir Xitoyning eng asosli paxta ishlab chiqarish bazasiga aylangan. Xitoyning zuoni bo'lgan Xinhua agentligining 25 dekabr chiqargan xabarda berilgan ma'lumotga asoslanganda 2024-yili Xitoyda ishlab chiqarilgan paxta 6,164 ming tonnaga yetgan bo'lib, yillik ish nisbati 9,7% ketgan. Bunun ichida Xitoydagi eng cho'ng paxta ishlab chiqarish bazasi bo'lgan vatanimizdagi ish nisbati eng tez bo'lgan. Vatanimizda kevezlik ko'lami 3,3% oshgan bo'lib, 2,450,000 mo'ga yetgan. Aniq ma'lumot qaraganda, Xitoy hozir dunyo bo'yicha eng cho'ng paxta ishlab chiqarish bazasi ham iste'mol bazasi bo'lib, Uyg'ur paxtasi butun Xitoyda ishlab chiqarilgan paxtaning 90%ni egallaydi ekan. Xinhua agentligining bu xabarda yana vatanimizda kevez terishning 100% mashinalashganligi, paxta terishning bo'lsa 90% mashinalashganligi alayda ta'kidlangan. Halbuki paxtaning suhbatini ko'z tutganda uni mashina uskuni bilan emas, qo'lda yig'ib olishning zarur ekanligi. Shu sababdan har yili Bingtonning paxta zarliqida paxta yig'ib olish faslida 100 minglagan emgak kuchining ishga solinganligi oshkorlangan hamda guvohchilarning so'zlari bilan isbotlangan edi. Tadqiqotchi Adrian Tens 2023-yili 5-oyda e'lon qilgan maxsus dokladida oshkorlashicha, vatanimizda o'sadigan uzun taloliq paxtani hozircha mashina bilan yig'ib olish imkoni yo'q ekan. Bundaq paxtalar yanada odam kuchiga tayanib birma-bir yig'ib olinadigan bo'lg'achqa, 2021 va 2022-yillar orasida Uyg'urlar izchil holda paxta terishga majbur yo'tkalgan. Bundaq yo'tkash Xitoyning 2021-yilidan 2025-yilgacha bo'lgan 5 yillik xizmat planining bir qismi bo'lgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.